Hamsejonlar, bu Barselona deganlari juda san'at va tarixga boy joy ekanda. Haydinglar. Bu shahar nafaqat go'zal binolari, hatto antiqa do'konlari bilan ham odamni lol qoldirar ekan. Bu esa Massimo Dutti butik joylashgan bino, Barselonadagi tarixiy joy. Men bu joyni topdim. Ana o'sha знаменитый Massimo Dutti'ni kamini. Bu joy 19-asr oxirida mashhur katalon rassomi Ramon Casas uchun qurilgan. Muzeyga o'xshaydi. Qoyirlagan. Bugun esa bu yerda tarix va zamonaviy dizayn uyg'unlashib, ichki makonda asl kamin va arxitektura elementlari saqlab qolingan. Представляете, это магазин Massimo Dutti do'koni. Ух ты. Qoyil. Просто нет слов. Uni qaranglar. Сказка. Bye. Mabodo Barselonaga aylangani kelib qolsanglar, albatta shu do'konga kirib ketinglar. Adresi esa описаниеda qoldiraman.